Bugün dostlar Halqabad persizdaman. Ko'rib turganingizdek kanal bo'yidaman. Suv bor, kelib turibdi. Taxta yog'och bazasına keldim reklamaga yo'lda ustundagi. Ho'sh, aytjag'im zo'r mesda ekanda shuni sizlarga ko'rsatayim deb o'tirman. Lekin bari bakalashkalar shu yerda turib qolibdi. Kimga bakalashka kerak bo'lsa shundan cho'plab ketaverasizlar. Biroz bakalashka bor o'xshaydi. Bu shavotga ketadigan suv o'xshaydi mana ko'pir. Shunaqa gaplar mana. Yozda shu yerga bir shashlikka yeb o'tirsak nechuk bo'ladi ekan bir jo'ralarni. Ne deysizlar hurmatli do'stlar? Suv ochib yuborsanmagan deb turibman-da. Bugun haftani 3-kuni 25-mart sizlar bilan ko'rishibmiz hurmatli podpisчиклар. Videoni ko'rib turgan bo'lsangiz обязательно kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishdan chiqmasin. Yangi bozor tumanidamiz. Taxta yog'och bozorlarda hozir sizlarga shu reka ağaçlarning narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Yangilik qilgan ekan. Nechga yog'ochlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Ustalar shu yerda mana esli-chu. Qayerda? Ha, mestasi bormi? Ha, mana yoqda ekan. Suv içinde oturasın. Xonadillik ham bormi? Xonadillik ham bormi? Kimler? Xonadillik bormi? Nima xonadillik? O marazniki mi ki kopuk? Bak şaşlık kazan desem hem böyle var. Shu yerga bir mayka kerak esa. Yaxshi. Aylaga kelsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'rsatacak bir. İbedine takla oturma içine vecda koyatım. Choyxona olib ketsaydi hali bir. Yo'q. Yurakka yaqinlab keltirib yeb ichib dam olib suvni bo'yinda qarmoq qurib o'tirib mana o'tasa bo'ladi. Og'ir etmasalar bo'ldi deng. Og'ir etmasalar bo'ldi. Mana bir ko'rik qani. Shunda yangiliklar, hurmatli do'stlar. Biratimiz bir so'm pulim kerakmaydi, kelaverdi cho'lpillar bor ekan mana. Qarmoq qursangizlar ham bo'ladi, baliq bor deb turibdi. Mayda yog'ochlar ham bor. Lekin cho'milish taqiqlanadi deydi. Значит, опасный o'xshaydi. Xonadilligi bor, sandiqlari bor, kasatchanik, kimyajlar solib qo'yibdi. Bu ishlaydi deb turibdi. Mana shu yerda o'tirib, stol kursilarda qo'yib, bir gilam to'shayverasan bu yerga. Bo'lg'ana yetchag'ish, yana qarmoq tashab, kalla suvga tushib. Beton ekan mana bu yerda. Chiqib chiqqan yerlar bor. Bu baliq tutadigan narsa bu. Odamlar bu yerda yashaydi ekan mana. Uyliklar bor ekan. Bu yerda bir qiz ketib qo'ydi. Shu yerlarda yashaydi o'xshaydi bu qiz. Shunday bir перерыв joy tomonda ochiq maydon, shamol kelib turadi. Если shunday bir zo'r yerlar bo'lsa aytinglar, birgalikda borib chiqarishgan holda o'tiramiz. Endi bu yoqda dam olish bo'ladi, ishda asag'ana qo'yib turamizdan. O'zing uchun ham bir dam ol deydilar-ku. Shuning uchun quruq ishda yurmay dam olib turish kerak. Qachon yotgandan keyin dam olacakmiz ham boyinchida. Ish ham qurgan ekan bu. O'ris, qozoq, changa deydi bu. Bir-birini ko'rish yo'q. Odamlar o'zgarib qotirgan. Sog' bo'linglar. Omon bo'lasizlar.